Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Tez savdo kanalining ashaddiy obunachilari. Do'stlar, bugun sotuvda Gentra Labo. Gentramiz 2022 yili. Kraskalari toza, avtomat korobka, Tesla monitorlargacha qo'yilgan, sidina obogrev, salonlari akkuratniy holda turibdi. Lyuklari bor. 84 ming probegda. Mashinamiz tiniq holatdagilar. 4 ta eshikli shumka bo'lgan. Balonlari yangi. Gazlari bor. Ustalik temir gaz balonlari qo'yilgan. Pokoleniya. Mashinamiz tiniq holatdagilar. Chizilgan, qirilgan joylari, petno-setno unaqa narsalari yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Xohlagan ustalaringga xohlagan dokument bo'ladi akalar. Narxini 12500 kami bor deyapti akalar. Nomerlari pastda bo'ladi, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Ikkinchi mashinamiz Labo 2023 yili. Kraskalari toza, shumkalargacha qilib qo'yishgan. Probeg 89 ming yurgan akalar, ukalar. Labomiz ishga minishga tayyor. 4 ta yangi balon, propan gazlari qo'yilgan. Mana akalar. Xullas, ishga chiqib ketasiz ertasi kuni. Labomizning narxi 7000 kami bor deyapti. Nomerlari pastda bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. 2023 yili. Tiniq holatda, ayblari yo'q mashina ikkalasini ham. Gentramiz 2022, Labo 2023. Nomerlarni pastga qo'yib qo'yaman do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar.